Eng ulug', eng aziz ayyom, istiqlolimizning 20 yillik to'yini mehnatda, yaratish va yashnatish, bunyodkorlikda munosib kutib olish ishtiyoqida yashayotgan xalqimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorlarini katta xursandchilik, quvonch va albatta shukronalik bilan kutib oldi. Ramazon oyini boshlanish bilan Prezidentimizning Ramazon oyini yaxshi o'tkazish to'g'risida qarorlar qabul qilindi. Qarorlarni matbuotda o'qidik, televizorda ko'rdik. Amalga oshirishga harakat qilyapmiz. Bunda ezgu niyatlar amalga oshirish to'g'risida ko'rsatib berilgan. Bu xayrli oy bo'lgani uchun biz bemorlarning holidan xabar olyapmiz, qayerlardan xabar olyapmiz. Ibodatlarni yaxshi qilib turibmiz, namoz masjidlarda ochiq taroveh namozini o'qib turibmiz. Bu yilgi Eid Ramazon hayitimiz mustaqillik 20 yillik bayram bilan bir kunda kelyapti. Bu katta ish, katta baxt bu hammamiz uchun. Mustaqillikka rahmat. Mana bizni masjidimiz 39-yilda bekilgandi. Shu mustaqillik sharofatidan, qonun prezidentimiz harakatlaridan shu yangi masjidimiz yana ochildi qayta. Shu yerda hozir biz juda erkinlik bilan namoz o'qib turibmiz. Prezidentimizga rahmat. Ko'p yil yashab yurishini tilaymiz Allohdan. Mana yurtimiz ko'rkam bo'laversin. Mustaqillikka erishgan kunimizdan beri o'tgan 20 yillik muddatda diniy qadriyatlarning tiklanishi, vijdon erkinligi, e'tiqod erkinligini ta'minlash borasida asrlarga tatigulik ishlar amalga oshirildi. Birgina misol, bugun viloyatimizda 186 ta masjid faoliyat ko'rsatmoqda. Vaholanki, mustaqillikdan avval Namanganda atigi 3 ta masjid ishlab turgan va ularning ham faoliyati qattiq nazoratga olingan edi. Yoshim 77 da. Mustaqillikdan ilgari namozlarga, masjidlarga borish taqiqlangandi. Viloyatimizda bori yo'g'i 3 ta masjid bor edi. Hozir har bir mahallada bitta masjid. Hozir mana mahallamizda uyimizda oldi masjidimiz. Sheyga kelib namozlarimizni 5 vaqt namozini vaqtida o'qib, vaqtida ibodatlarimizni qilib, taroveh namozlarini o'qib yuramiz. Avvalgi vaqtda namoz o'qiganlarni, ro'za tutganlarni, araba kunlari osh to'shaganlarni taqiqlanardi. Hozir eminlik, erkinlik berilib, to'la ibodatlarimizni qilib yuramiz. Buni shukronasini ado qilishimiz kerak. Namozlarimizda duo qilamiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin. Mana yurtimizda Ramazon oyi davom etyapti. Mana biz otalarimiz bilan, bobolarimiz bilan mahalladagi masjidlarga chiqib, mana taroveh namozlarini xotirjam o'qib, bu yerda yaxshi gaplarni eshitib, bizning kelajagimizga foydali bo'ladigan gaplarni eshitib, juda yaxshi taassurotlarga ega bo'lib chiqib ketyapmiz. Bu gaplar bizning kelajagimizga juda foydali deb o'ylayman, biz tengdoshlarimizga. Va endi shunday zamonda yashayotganimdan juda xursandman, faxrlanaman. Istiqlolning sharofati bilan milliy va diniy qadriyatlarimizga erkinlik berildi. Ramazon, hayit kabi ibodat va marosimlarni mukammal ado etish imkoniyati yaratildi. Har yili Ramazon oyi avvalida prezidentimizning maxsus qarorlari qabul qilinishi yaxshi an'anaga aylandi. Bu yilgi qarorda ham Ramazon oyi munosabati bilan jamiyatimizda mehr-oqibat, o'zaro hurmat, hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlash, el yurtimizga xos ezgu fazilatlar, milliy diniy qadriyatlarimizni asrab avaylash yuzasidan muhim tadbirlar belgilandi va ularning ijrosi to'la ta'minlanmoqda. Masjidlarda namozxonlar uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Nuroniy otaxonlar, ko'pni ko'rgan qariyalarning pand nasihatlari ayni muddao bo'lmoqda. Ma'naviy qadriyatlarning teran ildizlarini qalblarga jo aylagan keksayu yosh yurtdoshlarimiz poklanish, oqibat va muruvvat oyida amalga oshiriladigan xayrli, ezgu tadbirlarda ham faol qatnashmoqdalar. Mana Ramazon oyi, mana bemalol eshigimizdagi masjiddan bemalol chiqib o'qib ketyapmiz. Prezidentimizga rahmat. Mana masjidlarni ochib berdilar. Har kun namozimizda prezidentimizni duo qilib o'tamiz mana. O'smir yigitlarimiz mana yo'limizda turib o'qishyapti. Men rahmat shu bolalarga ham yaxshi yo'llarga yurishyapti. Taroveh namozlari ushbu jarayonda o'tkazilayotgan xatmi Qur'onlarda yurtdoshlarimiz tinchlik, osoyishtalik, mustaqillik va o'zaro mehr-oqibat rishtalari yanada mustahkamlanishini so'rab duolar qilmoqdalar. Bunday nurli va fayzyob oydagi duolar esa albatta ijobat bo'ladi.